Nima deysiz bunga? Siz aka, keyin aka bitta gapirib keting. Sizga tushaveradimi? Bu menga o'zimga ham tushaveradi bu hol. Hech qimmat do'p yerga tushganlar. O'zingni ke o'g'il bola 13 mingga soldingmi shuncha odamni ichida? Xursandmisan ukaxon? Xursandmisan Radnoy? Xursandmisan Radnoy? Solasanmi babo? Ber, sal qo'llab foydalanadi. Mana eng qirg'izchini eng zo'ri ham qochib ketyapti. Uni qochish qarani. To'y qildi, to'yiga ham yetmadi. Bu biz bor, ikki o'sham osh yeb bo'ladigan deb. Ber! Ber o'g'il bola. Yomon narx bo'ldimi aka? Xursandmisan uka? Xursandmisan Radnoy? Ha bo'pti 13200 beraman, berasanmi? 13200 ga solasanmi ukajon? Ha bo'pti 13 to'g'ri tushunaman. 13 ha bo'pti. Xolasang ber, xolasang berma. Bo'ldi gap yo'q. 13,5 mingga sotasanmi? Baba ko'tarasanmi 13,5 mingga? 13,5 mingga bo'lsa soldim. Uni o'zim ham ber endi. Ber. Ber jon uka. Hech qanaqa jicha yo'q. Mana shu 13 pes 13500 so'm. Aka zo'r oldi bering 13,5 ga. Mashina tushadi. Plyus narx. Bering. Yashir ham qo'pqir yashir. Ey uka. Ber menga qara. Bolalar Qirg'izistonga borib to'yda qilishsin. Uka Bering aka zo'r oldi. Ber yomon bozoriga. Bozorda 2000, 1,5 so'm qimmat sotyapman. Olyapman. O'zi aytdi aka qimmat tovar olib keldim. Bundan ortiq yana nima qilib? Puli ham narx. Zo'r oldi bering. 13500 aka. Bering. Ber Bishkekka solib beraman babo. Ber Bishkekka o'g'il bola, ber. Ber. Jonim aka jonim. To'g'ri aka. Qimmat olganmiz-da. Bering zo'r oldi 13,5 ga. Beramiz. Buni narxini absida taroziga qo'yamiz, pulni olamiz. Berasanmi? Uka, jonim aka, uka menga qara. tushuning. Bu qara bolalar turishini, mo'ltillab turishini qara, mo'ltillab buni. Ber. Yana nima qilsin? Bering bozori keldi. Ve qadring yetganda qadrdoni bor. Bo'lar endi bunchalik jon ukajon. Jonim akam, bitta qimmatroq olganman-da, to'g'ri tushuning. 13,5 ming ha, 13,5 ming. Bir narsa Zo'r, galat pul ber. Bering aka. O'zim ham o'zi holiga aka. Hamma bilib turib nima holatligini. Ha mana bu bozordan Liboyni so'ra bitta 13 minglik bo'lsa aytaman yana 13,5 ming qildim uka. Bishkekka dedim uka. Gap yo'q, mehnating gap yo'q uka. Mehnatingga gap so'z bo'lishi mumkin emas. O'zingga gap so'z yo'q. Ke uka. Baraka topsinmi bolalar? Qochirma. Qochmasa shu bolalar ketvoradi, ber. Jonim akam, Ber. qimmatroq olganman-da. Ber. Odam ishlagandan ustida. Ber. Oxirgi priyomimni qo'llayman. Yo'q, insonlar. Yengil qilib bering. Ya o'g'il bolacha gapni o'zing ko'rib turibsan. Sen tomonman, Liboy tomonda men agar xardorim ko'p bo'lsa, qo'shib olib ketaveraman. Ber bitta xardor turibdi, ham zo'rg'a pul beradi. Yo'q, yaxshi pul beradigan chiqadi aka. Ey uka, ber. Ey adashganim yo'q, senga men zo'r o'zing bilasan, uka, men borini gapiram. Ber jon uka. Ol aka foydalan, bu ham 200 so'm, 300 so'm beradi. Ber ukajon. Foydalanasiz. Ber o'g'il bola. Ber. Aka 13500. Voy ukajon, chaqirib bolalar ketib qolmasin. Ber ishtimani o'zgartirmay, menga qara, yo'q narx, yo'q u. Ke bo'ladigan narxni bolalar foydalantiraylik jon uka. Yo'q, shunaqa. Yo, endi bu menga qara, gapimni eshitda. 10 ta sherik bo'lgan taqdirda ham jon uka bozorga olib chiqib 13,5 ming uzum sotgan Liboy tan beradi uka. Ber 13,5 ming. O'zingiz qarang aka, mana shuni dehqon ham 10 mingdan ham bermayapti aka, to'g'ri tushuning. 10 mingdan so'rayapsiz o'zingiz. Qana uzumni berayotgani. Ve ana o'zimda keldi, mana 11 ming sotdim uka. Ber menga qara, bir dona. Yo'q. Odamga bunday sal odamga ham olasizlarmi? Ber, onasi. Xursandmisan chaqiraymi qirg'izchilarni? Chaqiraymi Bishkekchini? Menga qara, chaqiraymi Bishkekchini? Voy uka, yo'q narsalar, baba, qimmat bo'lib ketadi. O'ziga borguncha 14,5 ming bo'lib qo'yadi. Ber qiziqdi chaqiray qirg'izchini. Menga qara, Radnoy.
Hey, Shuning jon aka. noto'g'ri chaqmoqlar tushunaman. yo'q, aka, Noto'g'ri jon. tushunyapman men. Tushunganim uchun 13,5 ming qildim-da, bir narsa deyman. Asal pul deyapsiz aka. Tushunmasa nima qiladi? 13,5 ming uka. Iloj qilsa chiqib qo'ysin. Bering. Tirikchilik deb bola. Bormi o'sha mana shu yerda uka, men hozir sen ham o'zing uzum olib chiqyapsan yo uzum olyapsan. 13,5 mingdan bozorda sotildimi uka bugun? Endi boshlanyapti. Qanday endi boshlanadi? 11 da chiqaman bozorga uka. Bori ne to'ringlar 13,5 mingdan sotilgan yo'q. Sot o'g'il bola bolalar foydalansin deyish kerak. Jabor aka aka. Qanday 13,5 mingga ber? Hasan Husalarim olib chiqib 13,5 mingga sotib qo'yda qilyapti. Qara aka majbuzimda dehqon o'zi ham 10 mingdan berganda ham maylikda akajon. To'g'ri tushuning. Uchta odam eshityapmiz biz ham jon uka, uni tushunyapman men ham. 10 mingdan uzumni yaxshi uzumda olsang bo'ladi jon. Endi 13,5 mingdan qora aka bir narsa deyna yo sotildim. Bitta sotilsa ham 14 ming olaman o'g'il bola. Bitta top menga 13,5 mingdan sotildi degan 14 ming olaman. 12,5 oldim aka. Ha. O tepalarni bitta ko'rsatginda donalar qol. Aka aziz dedammi? Hı? Yetdi deyapman yaxshi. Superdikimi? Va Mavlon bey. Qani? Va Mavlon bobo qanisa? Va qirg'izchi Mavlon bey. Nima bo'lyapti? Ay qirg'izchi qani? Va Bishkekchi. Qolasanmi o'g'il bola? Ayt, nima qilaman? Ber mana. Ey. Naq pul mana bitta tushirib yuzib berasan. Ber o'g'il bola maslahat, sizga savdogar bo'lasan. Qo'yda bormi? Nechta aka? 80 ta Ham bu aka. Ey, olganman da akmallar. Jonika, ber bu qara qimmat kelibdi. Bering. Ey, Endi ham baribir qiynalaman. ey, menga qara uka, kel ukajon. 1 minut kel uka. Maslahatni ber, meni qimmat ukam uka. 13,700 beraman, bersa 300 so'm o'zimga qoladi. So'ng o'rta foydalanyapsiz. Ey, menga qara. Jon aka mehnat Mujik, qo'yap xolos. menga qara. Xudo bilsin seni mehnat hamma. Menga qara. Ber tilanga barakang bersin. Ber. 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 Jon aka mehnat qolib ketadi xolos. Qanday mehnat qolib ketadi? 13,700. Hech kim hozir. 13,700. Et bobo, baka et. Bering. Qani gaping det hozir ketdi. Hech kim qadriga yetmadi, beradi. Ey. Ey uka, akamga. 300 so'm o'tib ber. Bering. Menga qara, mayli, olalsam olaldim, bo'lmasam bittasi 14 ga oladi-da. Ber 300 so'm, shuncha baqir chaqir qilgan o'tib ber. O'g'il bola. Yo, yaxshi bo'ldi aka, yomon qilmadi aka, narxni to'g'ri tushuning jonim aka. Qimmat olganman-da bu uzumni ko'ryapsiz, donini. O'zi bilan bir pervi mashina o'zi galaba balet. Bo'ldi aka. Bering mononi, mashinaga tushadi, puli naq. Ana. Ey Bozor uka. savdo qildi aka, bozor qildi. Ey menga qara, ber bolalarni riskomat qilyapti. Menga qara, ey ukajon. Kel. Bu yerda yo'q, bari o'zimizni bolalar. Ber, gap yo'q, bu bozorini bersin degan. 300 so'm o'tib ber. Jon aka beradi. Yomon ekansan ey. 300 so'm o'tib ber o'g'il bolachilik ham. Bunday ko'rganimda qochib ketadigan qilib qo'yma, bezib. Keldan u berding. Ber o'g'il bola xursandchilik bilan. Ber. Ke Daryoni o'g'li qalaysan? 13,700 qildim. Nima deysan bu? Ber, mana shu bolani ham hurmatidan ber, ol aka bering. Bozorga qarab turib yetyapti. Ber, bola, ber, qadring yetsin. Bering endi shuncha odam Ey, menga qara. Ey, bola, ber, bolachalarni qara, qursin. Ol aka degan. Ol degan. Deng, ko'pchilik. Ey, o'g'il bola, xursandmisan? Baraka topsin mo'g'ondan. Qal bitta telefon. Hali yordamchi bo'ladi, politsiya desam, shahar topilmasa odamiga, 3-chi odamiga telefon qilar.